Loyiha Mikrokredit bank hamkorligida Andijon viloyati Paxtaobod tumani Soy mahalla fuqarolar yig'inidagi 73-74-98-101 sonli konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerda pomidor ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 1000 metrni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqishgan. Ekinlarni yetishtirish uchun 90 kun vaqt davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 50 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqonlar uchun o'rtacha 15 sotikdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor sifatida Triple Quality MChJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 26 tonna, jami 313 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib boriladi.